Men Abduhakiyev Talatjon Tohirjon o'g'li Namangan viloyati Mingbuloq tumani Alami qishlog'ida tug'ilib o'sganman. Oilada dadam, ayam, men, ukam, singlim. Bolaligimiz qishlog'imizdagi keng dalalarda og'ir mehnatda o'tgan. 6-sinfga qadar qishlog'imizning 32-maktabida tahsil olib, ota-onamning yaxshi o'qishing kerak, kelajakda yaxshi inson bo'lib, o'z o'rningni topishing kerak gaplari turtki bo'lib, Farg'ona shahri 3-sonli ixtisoslashtirilgan maktabda o'qishimni davom ettirganman. Maktabni tugatgach, Farg'ona shahridagi Akademik litseyning aniq fanlar yo'nalishini tamomlaganman. 2015-yili Namangan Muhandislik texnologiya instituti, hozirda Namangan Davlat texnika universiteti kimyoviy texnologiya yo'nalishining bakalavr bosqichiga davlat granti asosida o'qishga kirdim. O'sha yillari ustozim Sherquziyev Doniyor Shermamatovichning menga bo'lgan e'tiborlari, mehribonliklari va ilm yo'lidagi jonkuyarliklari sababli ilm fanga bo'lgan qiziqishim ortib, bilim olishga bo'lgan intilishim yanada kuchaydi. O'qishni tamomlagach esa Namangan sement korxonasiga ishga qabul qilindim. O'sha davrda korxonada qurilish ishlari olib borayotganligi sababli men o'z soham bo'yicha emas, balki qurilish sohasi bo'yicha ma'lum bir vaqt faoliyat olib bordim. Korxona to'liq ishga tushgach, o'z mutaxassisligim bo'yicha laboratoriya bo'limida laborant sifatida ish faoliyatimni davom ettira boshladim. Bu bosqichda esa nazariy bilimlarimni amaliyotda qo'llash, yangi tajribalar orttirish hamda malakamni oshirish uchun muhim qadam bo'ldi. Shu o'rinda ustozim ilmiy izlanishlarim to'xtab qolmasligi uchun meni doimo qo'llab-quvvatlab, magistraturaga kirishimga turtki bo'ldi. Shu tariqa 2021-yili ta'sischi rahbarlar va ustozimning beqiyos ko'magi hamda qo'llab-quvvatlashlari natijasida magistr darajasiga erishdim. Ta'sischi rahbarlarga qarashli boshqa korxonalar, hamkor tashkilotlarda faoliyat olib borish jarayonida o'z tajribamni orttirib, amaliy bilimlarimni mustahkamlab, kasbiy ko'nikmalarimni yanada rivojlantirdim. Bu davr esa turli sohalarda o'z imkoniyatlarimni sinab ko'rish va yangi imkoniyatlarni o'zlashtirishim uchun keng yo'l ochib berdi. 2022-yili noorganik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi yo'nalishi bo'yicha doktoranturada tahsil olishni boshladim. Ilmiy izlanishlarim samarasi o'laroq 2024-yil avgust oyida texnika fanlari falsafa doktori ilmiy darajasini himoya qilib, diplomni qo'lga kiritdim. Shundan so'ng ta'sischi rahbarlar ishonchi, taklifi, ustozimning oqilona yo'naltirishi asosida men Megaton avtoklavni gazoblok ishlab chiqarish korxonasi laboratoriya bo'limi rahbarligi lavozimiga tavsiya etildim. Biz ayni paytda jahon standartlariga mos ravishda va raqobatbardosh avtoklavlangan gazobloklar ishlab chiqarmoqdamiz. Bizning mahsulotlarimiz qo'shni davlatlar, jumladan Qirg'iziston, Tojikiston va Qozog'istonga eksport qilib kelinmoqda. Ayni damda Megaton avtoklavni gazoblok ishlab chiqarish zavodining laboratoriya bo'limi chuqur tahlillarga asoslanib, tayyor mahsulotni o'rtacha zichligi, mustahkamligi, tovush o'tkazuvchanligi, issiqlik o'tkazuvchanligi, sovuqqa chidamliligi tahlillarini olib bormoqda. Bu tekshiruvlar nimani beradi? Avtoklavlangan gazoblok ishlab chiqarish jarayonini doimiy sifatli ishlab chiqarishini ta'minlab beradi. Laboratoriya bo'limi 20 xildan ortiq zamonaviy asbob-uskunalar bilan to'liq jihozlangan bo'lib, ular asosida xom ashyo kirish nazoratidan boshlab tayyor mahsulot ishlab chiqarish jarayonigacha to'liq nazoratga olganmiz.
Megaton, o'zgarish vaqti keldi.